juvon nima bo'g'ir deb gapirishadi. Oy, astag'firulloh, nima deyapsiz? Ana kuni aytdim, nima deyapsiz? Astag'firulloh, nimaga qarg'ayapsiz? Nimaga qarg'ayman men? Nima dedingiz hozir? Juvon nima bo'g'ir deb nima degani bu? Endi shunaqa deb gapirishadi-ku, o'shan gapirib. Juvon degani yosh degani, marg degani o'lik degani, yosh o'l deyapsiz siz hozir buni. Juvon faqat ayolga nisbatan emas, erkakka nisbatan ham ishlatilgan so'z bu. Juvonni marg bo'lgan, просто так chiqib ketyapti sizda, как svenskiy слово singan. Ertaga yosh o'lib qolsa, shu siz vijdoningizda qolib ketmaydimi shu narsa ertaga bir narsa bo'lsa? Ehtiyot bo'ling. Og'izdan chiqayotgan gapga hushyor bo'ling deyman-da. Yo'q, men bilmas edim deydi. O'lib ketmaydimi menga desa deyshadi. O'lib ketadi, gap yo'q, hech kim qolmaydi bu yerda. Lekin nima qilasan birovga o'lim tilab?